Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamaysizlar? Moskva tarif Comfort Plus akalar, hozir bitta zakaz olib keldik. Aeroport Sheremetyevodan 72 kilometrga Dimitrovga keldik. Dimitrovda ham qishloqchasiga bitta tochkasi bor edi. 4920 rubl akalar. Ajdaniya bo'ldi o'rtada. Xullas, yomon emas. Nima deysizlar? Nima deydi? Mijgord olib ketasan apparatni Moskvaga deydi. Xullas, bitta obzor chaqib beraman akalar. Moshincha. Qishloqdamiz. Kia K5 tochog'imiz Peterskiy regionida akalar. Rangga bitta baho berasizlar. Sariq matoga qildirdim. Xullas shunaqa. Keyin akalar Moskvadagilar eskidan ishlab yurganlar, qaranglar, Sheremetyevodan zakaz olib keldim. 72 kilometr 1,5 soatda dolga demasdan berdi. Buni sababi nima? Aytib o'ringlarchi. Masalan, Peterda ishlab yurganimizda 72 kilometrlarni aeroportdan dolga deb berardi. Vaholanki bilardik. Hozir buni KK5ni deb berdi. Borsam 72 kilometrlik zakaz. Xullas shunaqa akalar. Biz esa endi обратно xudo xolasa Moskvaga zakaz olamiz. Toychoq ertalab mo'ka qildik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bitta like akalar. Подписка.